Davom etamiz. Keyingi yillarda mamlakatimizda sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish, xususan aholiga ko'rsatilayotgan kardiologik va kardiojarrohlik xizmatlari sifatini yaxshilash, hududlarda yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish, barvaqt aniqlash va samarali davolash ishlarini kengaytirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Durdona Eshmurodova lavhasida vohamizda ayni yo'nalishdagi ishlar haqida so'z boradi. Aytish kerakki, dunyodagi xavfli xastaliklar ro'yxatida yurak-qon tomir kasalliklari oldingi o'rinda turadi. Darhaqiqat, hozirgi kunda aholi orasida yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanish yildan yilga ortib bormoqda. Ayniqsa, ushbu kasalliklar oqibatida yuzaga keladigan o'lim holatlari bo'yicha yurak-qon tomir kasalliklari nafaqat bizning yurtimizda, balki dunyoda ham birinchi o'rinda turadi. Buning asosiy sabablari tashqi muhitning o'zgarishi, aholi o'rtasida kam harakatlilik, gipodinamiya, jismoniy va ruhiy zo'riqish, ratsionda hayvon yog'lari ko'p bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish, chekish va spirtli ichimliklarga ruju qo'yishdan iboratdir. Ushbu omillar yurak-qon tomir kasalliklarining aholi orasida keng tarqalishiga va yosharib borayotganiga asosiy sabab sifatida ko'rsatilishi mumkin. Shu bois mamlakatimizda mazkur xastalikka qarshi kurashish yo'lida amaliy ishlar olib borilmoqda. Bir necha yillardan buyon viloyatlardagi kardiologiya markazlari va ko'p tarmoqli tibbiyot muassasalarida ham murakkab turdagi jarrohlik amaliyotlari o'tkazilib kelinmoqda. Quvonarlisi, ushbu operatsiyalarning xarajati uchun prezidentimiz tashabbusi bilan Davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmi fondidan mablag'lar ajratilmoqda. Prezidentimiz qaroriga asosan respublikamizda ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan imtiyozli guruhga kiruvchi bemorlarga Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tashkil etilgan. Bu sug'urta jamg'armasining hisobidan bizda markazimizda murakkab turdagi yuqori texnologik operatsiyalar to'liq qoplab berilyapti va bundan aholimiz juda minnatdor. Bizning markazimizda yuqori texnologik amaliyotning barcha ko'rinishdagi operatsiyalari amalga oshiriladi. Qumqo'rg'onlik 71 yoshli Eson Omonov ko'p yillardan buyon yurak ishemik kasalligi bilan og'riganligi sababli mehnat faoliyatidan cheklanib qoldi. 6 nafar farzandimni halol mehnat bilan haydovchilik qilib boqdim. Endi og'zim oshga yetdi. Nabiralar kamolni ko'ray deganda boshim yostiqqa tegdi. Ammo imtiyozli operatsiyalar sabab hayotga qaytdim deydi Eson bobo. Oilaviy sharoiti og'irligi tufayli jarrohlik amaliyotiga imkoniyat yetmadi. Davlatimiz rahbari tomonidan tezkor jarrohlik amaliyotiga ehtiyoji bor bemorlarga berilgan imkoniyat Eson bobo kabi ko'plab bemorlarga xastalikdan qutulish imkonini berdi. Yuragim bezovta qilib, nafas olish yo'qolib, shunday qiynalib qoldim, o'zim bilmayman. Hayajonlanib, shunday holatga keldim. Kardiologiya markazi, xirurgiya bo'limiga kelib murojaat qildim. Bular meni tezlikda qabul qilib birdaniga yotqizib, holatimni yaxshilashga harakat qildi. Prezidentimiz shunday imtiyozlarni berganiga ming rahmat. Aslida bu yorug' olamda eng bebaho va topilmas narsa ham salomatlikdir. Hamisha shifokorlar tavsiyasiga, sog'lom turmush tarziga amal qilishimiz zarur. Shu ma'noda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar avvalo inson manfaatlarini ta'minlash, fuqarolarimizning salomatligini mustahkamlashga, ularning hayotdan, bugungi davr islohotlaridan rozi bo'lib yashashiga xizmat qilmoqda.